Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizning kanalimiz obunachilari, bizni kuzatib o'tganlar. Ko'rishlaringiz mumkin, yana bitta samsalatogimiz tayyor bo'ldi. Bunimiz kichkinasidan. Mana bu ishlash jarayoni hozir ishlab turibdi. 100 gradusga qo'yib qo'yganmiz. Chiroq mana yonib turibdi mana. 0 ga qo'ysangiz avtomatik sarz o'chadi, yana qo'shsangiz yana qo'shilaveradi. Bunimiz 300 gradusga da qizdiradi bemalol mana. Buni 100 gradusga qo'yib foydalanaverasizlar. Buni qopqoqliq tayyorlab berganmiz. Toshkent viloyatidan zakaz berishgan edi. Qopqoqliq tayyorlab berdik. Mana ichki ko'rinishlari, setkasini tashlab berganmiz. Buni qopqoqliq tayyorlab berganimiz hisobiga narxi 900 ming so'm bo'ldi. Buni yo'q, menga qopqoqsiz kerak deydigan bo'lsalaring, narxini 800 ming qilib beramiz. Qopqoqini hisobiga 100 ming qo'shilyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kattalari ham tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Mana bitta yana bitta kichigi tayyor bo'lyapti. Mana kichigi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz beraverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Bizning manzillarimiz Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidan bo'ldi. Videomiz yoqqan bo'lsa, bittadan mo'shta like aymaysizlar. Kommentariyaga o'z fikr va izohlaringizni hozir qoldirasizlar degan umiddamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Barchalaringizga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.